O'yin haqida endi birinchi bo'lim katta ustunlik biz tomonda bo'ldi. Ikkitadan ko'p gol ursak ham vaziyatlarimiz ko'p bo'ldi, ikkitadan ko'p gol uradi. Lekin o'sha birinchi bo'limni yutib olganimizdan keyin albatta ikkinchi bo'limda ko'proq himoyaga e'tibor berdik, qaratdik. Ular ham taktikasini o'zgartirdi. O'shaning evaziga sal boshida nima deydi, tashabbus berib qo'ydik ularga. Lekin asosiysi gol o'tkazmadik. O'sha vaziyatlar golga aylantirishda xato bo'ldi deb o'ylayman. Lekin eng asosiysi shu vaziyatlarni yaratish. O'sha vaziyat yaratdik. Bu nima deydi, bir-birimizni o'sha Oston bilan ham barcha hujumdagi Aziz bilan ham yaxshi tushunib harakat qilayotganimizdan darak beradi deb o'ylayman. Endi albatta pressing qilishga harakat qildik, lekin har xil o'yin bo'ladi. O'sha aytib o'tganimdek, birinchi bo'lim pressing qilib, tashabbus o'z qo'limizga olib harakat qildik, lekin ikkinchi bo'limda ko'proq himoyaga e'tibor qaratdik. Hozir zamonaviy futbolda hammasiga tayyor turish kerak deb o'ylayman. Himoyada ham, hujumda ham bir xil harakat qilishga, chunki ba'zi bir o'yinlarda o'sha pressing qilib o'ynashga to'g'ri keladi, ba'zi bir o'yinlarda pressing qilishni xohlasangiz ham baribir orqaroq tushib, nima deydi, raqib jamoa kuchli bo'lgandan keyin himoyada o'ynashga to'g'ri keladi. O'shaning uchun hammasiga tayyor bo'lish kerak. Albatta, bu har doim g'alaba uchun harakat qilamiz.